Assalomu alaykum Mastertom YouTube kuzatuvchilari. Ayni damda biz Andijon Bo'zdamiz. Ortimizda turgan obyektni bir qator javlon urayotgan yigitlar Abduqahhor akamizni jamoadoshlari. Assalomu alaykum aka. Yaxshimiz? Endi yana o'zingiz gapiring aka. Bu tamomimiz oddiy o'y bo'lgan, o'zbekcha shifr bo'lgan. U egalar budjetni qilib beraman zamonaviy dedilar. Shu fasadni o'zini do'ptom qilib, orqasi shifr bo'lgan, o'zini holatda qolgan. O'zini holatda qolgan. Demak, tushunishim bo'yicha qo'shnilarga o'xshab shifrli tom bo'lgan, faqat oldi ko'rinishiga do'ptom master modeldan qilingan. Gap bo'lishi mumkin emas, obyekt ham juda chiroyli chiqyapti. Qanaqa tunka bo'ldi aka? Toshkent temizi 04 04 dan Yevrokarnizlar bilan inshaalloh bitish arafasida ekan-a? 1 soatda bitir, tayyor bo'ladi. 1 soatda bitadi. Men o'zi bugun kechgacha deb o'ylagandim. Yo'q, 1 soatda bitir, Yevrokarniz bo'lgan xolos. Zo'r aka. Arka. Ko'pchilik o'ylash mumkin. Ustalardagi kuzatuvchilarda savol bor-da. Obyektda qayerida deraza bo'lsa, o'shani tepasi arka bo'lish kerak degan noto'g'ri o'ylar bor. Endi bu o'zi o'y bo'lgan, tayyor o'yligicha endi ilojini boricha o'zini tepasiga qo'ydik. Proyektli bo'lmagan. Proyekt bo'lmagan, o'zingizlarning ideyani bilan birgalikda bo'ldi. Xo'p, yog'och ishlari o'zlarida tabiiyki bor yog'ochlari. Qo'shimcha qancha? Qo'shimcha o'sha oldiga olganmiz. Strapillik yangi bo'ladi, ko'rinishga. Oldi fasad. Terak yoki rossiyskiy olganmiz. Rossiyskiy bu hech qancha ketmaydi bunga. Budjetniy varianti o'zi. Endi notetikroq yondashaylik. Aka, mana shu oddiy tomni buzib, oldi ko'rinishini mansard ko'rinishda keltirish uchun aynan mana shu obyekt misolida nechta pul ketdi? Xo'p, 16 million 100 million yog'och oldi, jami taxtamiz. Xo'p, 18 millionlik tunka oldi. Endi jami bo'lib 50 millionga mana shu ko'rinishga keldi o'zi. 50 million mana shu ko'rinishi. Bu 50 millionning ichida usta haqlari ham bor. Tunka, taxtalari bor. Taxtalari ham bor. Arkalari ham xuddi o'shaning ichida. Hammani ichida hammasi. Nafaqat patkulish tom, balki mana shunaqa budjetniy variant, oldi ko'rinishi do'ptom, orqa ko'rinishlari shifr fasonda ham yopib beramiz. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib, Telegram bo'ladimi, WhatsApp bo'ladimi, xohlagan usulda bizga murojaat qilishingiz mumkin. Sizlarning xizmatinglardamiz.